Xo'p, assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, Qilichbek chorva kanali obunachilari, akalar, ukalar, singillar, bizni kuzatib borayotgan barcha qadrdon akalar. Bittadan like bosib videomizni ulagan holatda bittadan like bosib qo'ysanglar, xudo xolasa sizlarga Andijon viloyati Shahrixon tumani Sho'jamol bozoridan promil efir qilyapmiz. Bozor o'ta avjida akalar, bugun o'ta qizg'in bo'lyapti. Xudo xolasa kunlar isib sizlardan so'ragan narsa bittadan like bosib turasizlar, xudo xolasa biz boshladik akalar. Nahnolar bilan hammasini tanishtirib o'tamiz qo'ldan kelgancha. Beş litre versem yaxshi sut bersa akasi bolasi novoz variantida 8 litr yangi aka bu narxi nechi pul aka buni? Buni narxi 30 million kami bor. Nechi pulga bermayapsiz aka? 25 million. 25 millionga beryapti. Bolasi novoz variantida aka. 10 litr sutga beraveradi. Akadan xudo xolasa. Nechinchi bolasi aka? Bu 4-chi yo 3-chi. 8 tanachi. Xo'p. Bormi, necha plan? Akalar bolasi katta novoz variantida. Enasini qo'yilgan deyapti. 2 oylik yumoni bor ekan. Jiyanlar mana bolasi novoz variantida. Bolasiga chop. Ojbo bu yana bola necha puli necha pul ekan? Assalomu alaykum. Sanchasizmi? 8 kami bor deyapmiz. 38 kami. Necha pul bermadingiz? 32 so'rayapmiz. Nechinchi bolasi? Ko'rinchisi. To'rtinchi bolasi. Bolasi novoz variantida yana bir bola so'ragan akalarimiz shu xudo xolasa. Aka bu nechinchi bolasi bu oldagi? Pul narxi nechi pul aka? 35 million. 35 million kam bor. Nechi pul qilishyapti bozor? 1 millionga berilmayapti akalar. Bolasi novoz, chiroqli variant. 5-6 yil suti bor ekan shirin. Askarlar bo'ldi. Akalar savdolar qizg'in bo'lyapti. Juda avjida xudo xolasa. Nechi pul oshdi? 29 ming. 29 million yana bolaga. Nechinchi bolasi oldagi? 5-chi bolasi. Novosmi? 29 million bola bo'lyapti. Enasiga yetib olibdi bolasi. Og'aylar oqsam ekan akalar. Suti nechta buni suti? Suti 6 ta. 29 ga berilmayapti. Bering. 35. Akalar shved molimiz 35 million so'm bo'pti. Sotilibdi. 29 million so'm savdosi bo'lyapti. Ishganlar xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Bolasi bunaqa variantlarga enasidan ozgina qoldi, qo'shsiz berib yuboraman deyapti. Menimcha mo'ljali 30 million bo'lsa kerak to'g'ri. Xo'p. Akalar targ'ini molimiz bolasi g'unachi variantidan xo'p, savdosi qizg'in bo'lyapti. Ko'rsataman molni osizlarga ham ma'lumotni beramiz. Aka nechinchi bolasi ekan oldagi? Birinchi bolasi nechi pul baho aytyapsizlar? 25 million beryapsiz yana bolaga. 5 million kam bor deyapti. Nechi pul beryapsiz? Enasini o'ziga 21 million beryapti akalar. 25 million deyapti pulini yana buni. Shunda qarang
25 million kami bor deyapti. Egasini o'ziniki. Bolasi addenni ekan. 21 millionga o'zi bo'lyapti. Qo'ylari buni 30 atrofida akalar. 4-5 ta suti bor ekan mana. Xo'p, jigarlar, xudo xolasa Bo'g'oz bozoriga yetib keldik. Ena bolalardan chiqib sizlarga ilingan bir shvedimiz bor. Qo'ylari 1.5 ekan. Xudo xolasa chiroyli. Aka Bo'g'ozmi bu? 5 oydan o'tgan Bo'g'oz. Xudo xolasa bitta zo'r holat. 5 oylik Bo'g'oz ekan. Puli necha pul ekan narxi buni? 60 kami bor deyapti. 60 million kami bor deyapti. Necha pulga bermadingiz aka? 44 millionga bermadingiz. 44 millionga sotilmadi akalar, 60 million kam bor deyapti. Xudo tomonlari Birdan hisoblayapman aka. 5 oylik Bo'g'oz ekan akalar, jigarlar xudo xolasa. Xo'p. Kim oldi o'zi aka bu necha oylik Bo'g'oz bu? 5 oylik Bo'g'oz. Nechinchisiga? Ikkinchisiga? Necha pulga qaytyapsiz aka? 30 Necha pulga bermadingiz? 30 million kam. 22,5 bermayapti. 30 million kam bor deyapti. O'yladi 27 30 atrofida plyus minusida akalar olsa 30 million kam bor dedi, 22 million bermadi. Video davomida bittadan like bosib qo'yasizlar, narxlar bomba bo'lyapti. Xo'p. Kivosh, oqbosh, Bo'g'oz sigirlar. Hojbo bular ikkovi ham Bo'g'ozmi? Yo'q, Bo'g'oz suti bordilar. Bo'g'oz suti bormi? Bor egasi. Aka Bo'g'oz suti borlarmi bular? Ikkita turib oling aka. Suti bor. 20 ta suti bormi? Chiqan aka teparoqdan ham. Yaxshimisiz? Salom. Necha million baho aytasiz aka bularga? 75. 75 million. Savdosi necha pul bo'ldi aka? Endi. Savdosi endi bo'lyapti akalar, 75 million so'm baho aytyapti akamiz. Qiziqqanlar telefonini qoldiramizmi aka? 91lik 651 30 80 nomeriga telefon qilaverasizlar akalar. Xudo xolasa sut oridan zo'r olaman degan akalarimiz bo'lsa. Akalar o'tib. Aka ushalmay tortsa. Aka necha pul bo'ldi bu? Sotiladi. Necha pul deyapsiz? 30 kami bu. Necha pulga bermadingiz? 26,5. 26,5 millionga bermadi. Necha oylik Bo'g'oz? 9 oy. 9-oyda xudo xolasa. Mana jigarlar. 30 million kam bor. Savdolar zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Aka bu necha joyida? 7-oy. Necha pul baho aytyapsiz bunga? 70 million kami bor. Savdo bo'ldimi aka? Savdo bo'ldimi? Necha pulga bermadingiz? 200 ga bermadi. Necha pulga? 47 200. 47 million 200 ga bermabdi akalar. Xudo xolasa 7-oyda ekan. Rossiyskiy mos so'ragan akalarimiz uchun xudo xolasa o'ta zo'r kuchligidan ekan. Ko'yinish chopsa oling. 9 oylik bo'lasiz birinchisiga. Deb bering ashxos davomida yaxshi pul beryapti. 27 berib baylab oling. Ko'yinish chopsa majbur emas aka. Yo'q, yeb ichishga javob beramiz. 26,5 mi? 26 jinda yuring. Jinda yuring. O'rni aytdim aka, o'g'illik emas, olib sotamiz. Sizlar bitib qoladi oz-oz bilan. Aka. Bo'ldi, hozirgi ne? Aka ismi
etmeyiz lan. Beni küçük ediyorlar. Tamam desin getirsin. Yok aka. Mesela canımın aka aşık olsam. Bak bir yanımda yardım gelip 26 O orqalari chiroyli ekan. Köyünüz çapsa var aka. Yok aka rahmat. Aka bo'lmaydi. Sizga aytib qo'ydim aka u aniq 9 o'tdi aka 8 aka yo'q deb qoldi. Birinchisi Yo tuvan. hoji aka. Yo hoji aka Bahramjon. 26 million bahosi. Yo Bahramjon. Hoji egasi bilan Xo'p, akalar o'ta kuchligidan xudo xolasa. Rossiyskiymi bu? Bunisi ham bo'g'oz a? Bu 8 oylik, bu 7 oylik. Pullari chiziga. 55 kam bor, bunga 40 kam bor. 55 million kami bor bu sigirimiz. 8 oyligimiz, 7 oyligimiz 45 million kam bor. Nech pulga savdo bo'ldi? Bergan, berib ketdi aka. Rossiyskiy nech pul qildi? 48 million 47 atrofida beryapti aka. 47 atrofida beryapti. Ha, bunga 35 atrofida beryapti. Bunga 35 million atrofida bu savdosi bo'lyapti akalar. Xudo xolasa. Qiziqqanlar telefon nomeri qoldiramizmi? Ha, 95lik. 95lik 930 930 0429. 0429 nomeriga aloqaga chiqinglar akalar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha Andijon viloyati Shahrixon tumanidan video syomka qilyapmiz. Sho'jamol bozoridan akalar narx-navolar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Bozorlar o'ta qizg'in bo'lyapti, savdolar zo'r. Bizni kuzatib boringlar, ketdik. Bo'g'ozdan kuzatib boramiz. Aka bu bo'g'ozmi? Necha aka bu? Bo'lsa kunlari qoldi deyapti. Bu narsa ekan birinchisiga ekan. Nech pul bo'g'oy deyapsiz aka bunga? 5 million. Savdosi nech pul bo'ldi? 40 millionga bermayapti. 55 million kam bor deyapti. 40 millionga bermayapti akalar. Bo'ylari 35 30 atrof. Xo'p, akalar o'zimiz jaydari chiroyli sifatli bo'g'oz sigirlarimiz. Bo'ylari 120 plus minus edi. Narxlari bilan tanishtiramiz. Akamizdan so'raymiz. Aka bular oyi necha oydan? 7 oyga 8 oy, ha? Xo'p, nechinchi bolalari qonidagi? Ikkovi ham qonida ikkinchi bolasi. Nech pul bo'g'oy deyapsiz aka? Bunisi 26 million kami bor, bunisi 28 million kami bor deyapti akamiz. Bo'lgan savdolarni so'raymiz akalar, xudo xolasa. Bular tortishib urushib turar ekan-ku, ha? Aka nech puldan savdo bo'ldi bularga? Narxi so'rashyapti. Nech pul? So'radi, kelishtirib beraveramiz, lekin nima qilsa qiziqsiz. So'ralgan nech pul axir? Jupini 54 millionga beradi. Jupini 54 millionga bermadingiz. Qiziqqanlarga telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi aka? Ha, 254 Nechilik? 93lik. 93lik 254 1171. 1171 nomeriga aloqaga chiqinglar, xudo xolasa akalar. Akamiz kelishdi, dastavkalargacha qilib beramiz deyapti. Rahmat aka, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'p, akalar, kuchli bo'g'ozimizdan yana birinchi bolasi ekan qonida. Xudo xolasa narxlarni so'rab tanishtirib o'tamiz sizlarga. Bu jupi mana shekilli sherigi. Xo'p, akalar jupi bor ekan, mana bir xil oqbosh. Mikki deb qo'yasizlar. Nechinchi oy bu? 6 oylik. Bunisi-chi? 5 oylik. Bunisi 5 oylik, ha? Bir xil ekan, ikkovi ham. Birinchisiga. Bo'ylari 135 atrofida akalar, xudo xolasa. Narxlari nech puldan deyapsizlar buni? 40dan dedi shekilli. Nima deysiz? 40dan 80 million. 40 millionni 80 million. Nech puldan berishyapti? Xudo xabari beradi. 40 milliondan kami bor deyapti. Qiziqqanlar telefon nomeri qoldirib qo'yamizmi? Ayting. 93lik 418 3320 nomeriga aloqaga chiqinglar akalar, xudo xolasa. Bular baylanmagan shekilli, ha? Yo'q, qo'yib
ayni bu g'alati turibdi-da, baylamaganligi. Xo'p, chiganlar xudo xolasa zo'r narxlar bo'layotgan bu sigirlar 135 atrofida bo'ladi. Xo'p. O'z olyapti, o'z videolarini ko'rib o'tamiz akalar, xudo xolasa. Asadbek akamiz o'ta Sharxondan. Bo'g'oz ekan. 5 oy. 5 oylik bo'g'oz, ha? 2 oy narida siz ko'ryapsiz. Yana 5 oylik. 5 oylik. Qarang, 2 oy narida 20 yanvarga ko'rgansiz. Endi borini aytmayman. Yo'q, yana 5 oylik deyapsiz. Endi borini 5 oylik. Akalar 5 oylik chiqqan molimiz 17 million 300 ming so'm bo'ldi. Suti nechta ekan buni? 5 litr suti bor. Siz oldingiz aka buni. Nechinchi bolasiga qo'ndi? Bo'ldi, 3-chi bolasiga. Xo'p, akalar, xudo xolasa, mana shu molimizga qo'l solamiz. Aka, bu puli nech pul bo'ldi qolaga? 35 million. Nechta suti bor ekan? Rosa sut bor ekan. 22 ta beryapti, 30 ta yesa beraman. 22 ta, xudo xolasa, 3 ta tutgan molimiz. Hozir bo'g'ozligini ko'ramiz, hozir kelyapti. Foyda beradi, sotib yuboradi. Yo'q ekan. Qisir ekan mol. Qisir chiqdi bu molimiz. Akalar, qadrdonlar bizni kuzatib borayotgan Qashqacho'ra kanali obunachilari va bizni kuzatib borib like bosyaptigan qadrdon akalar, ukalar, singillar. Andijon viloyati Sharxon tumani Cho'jamol bozoridan sizlarga video syomka qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha shvedlar makoni. Ketdik. Akalar, assalomu alaykum. Sizdan aka bu? Assalomu alaykum. Bo'g'ozmi aka bu? Aka kuni bog'la aka. Pulni nech pul deyapsiz aka buni? 62 million kami bor. Nech pul bermayapsiz? 57 millionga bermayapsiz. Kuni qo'ygan bo'g'ozda 57 millionga bermayapsiz. Shuni kam bor deyapti. Akalar, xudo xolasa Shvedda o'ta kuchli. Xo'p. 2 yosh o'ta chiroyli shvedimiz bor. Akalar, yana xudo xolasa 20 kun bo'ldi. 21 kun. Mana qayta ulanadi. Narigiga 3 oydan 3 oyga tekshirib olasizlar. Mana bu shaharda bitta telefonni ulaydi. 156 37 ga aloqaga chiqib ko'rasiz. Telegram, WhatsAppda ham bor. Narigi shu joyda o'tgan ekan akalar, bular 1,5 oylik bo'libdi. Xo'p, akalar, buni pulini aytmaysiz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat aka, o'zi yaxshimisiz? Aka, bular jupiga 110 million deyapmiz aka. 110 million kam bor. Nech pul bermaysiz aka? Bular aka 98 million ham 100 million ham qilyapti aka. 18 million 100 million qilyapti aka shved jupiga. Obunachilarimizga aka Bo'ldi, xudo xolasa. Aka, telefon nomerini aytib qo'yamiz. 94lik 156 37 yoshlardan ham bor. 37. Xudo xolasa, akamda Serop ekan shvedlardan. Telefon qilinglar, Telegram, WhatsApp, imo hammasi mavjud akalar. Bo'g'ozsiga so'ragan akalarimizga shvedlar